Hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra Donald Trump Islomoboddagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganidan so'ng Eronga qarshi cheklangan zarbalarni qayta tiklash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shu bilan birga to'liq ko'lamli harbiy kampaniya ehtimoli past ekani ta'kidlanmoqda. Bu asosan mintaqada yana beqarorlik kuchayishi xavfi va Oq uy rahbarini uzoq davom etadigan harbiy mojarolarni olib borishga xohishi yo'qligi bilan izohlanadi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Araqchining aytishicha, Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari Islomobodda kelishuvni imzolamagan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari tomonining harakatlari bilan bog'liq. Uning so'zlariga ko'ra, memorandumni imzolashga juda oz vaqt qolgan edi. Ammo aynan shu paytda Tehron Washington tomonidan maksimalizm va shartlarni doimiy o'zgartirishga duch kelgan. Eshitmaganlar uchun eslatma: Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi CENTCOM 13 apreldan boshlab Eron portlariga kirayotgan va ulardan chiqayotgan barcha dengiz transportiga blokada qo'yishni va'da qildi. Bu haqida qo'mondonlikning X ijtimoiy tarmog'idagi bayonotida aytilgan. Qayd etilishicha, tegishli choralar sharqiy vaqt bilan soat 10:00 da, Moskva vaqti bilan esa 17:00 da joriy etilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Kamal Eron portlari va qirg'oq bo'yi hududlariga kirayotgan yoki ulardan chiqayotgan barcha davlatlarga tegishli kemalarga nisbatan xolis tarzda qo'llanilishi, jumladan Fors ko'rfazi va Ummon ko'rfazidagi barcha Eron portlarini qamrab olishi ta'kidlangan. CENTCOM kuchlari Hormuz bo'g'ozi orqali Eronga tegishli bo'lmagan portlarga ketayotgan yoki u yerdan qaytayotgan kemalar uchun erkin navigatsiya to'sqinlik qilmaydi. Kamal faqat Hormuz bo'g'ozi uchun qo'llanadi. Avvalroq Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'oziga harbiy kemalar yaqinlashishiga javob qaytarishini va'da qilgan edi. Shuningdek, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Eron Hormuz bo'g'ozidagi harakatni to'liq nazorat qilayotganini ham ta'kidlagan. Sky News Avstraliya agentligining xabar berishicha, Avstraliya Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Hormuz bo'g'ozini qamal qilishga qo'shilmaydi. Mamlakat tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Matt Thistlethwaite'ni ta'kidlashicha, bunday harakatlar yoqilg'i narxlarini pasaytirishni ma'qul usuli hisoblanmaydi. Aksincha, Hormuz bo'g'ozini qamal qilinishi yoqilg'i narxini yanada oshib ketishiga sabab bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Isroilning Kan News agentligining xabar berishicha, Isroil Eron hududi bo'ylab infratuzilma va energetika obyektlariga zarba berishni rejalashtirmoqda va Tel Aviv Tehronga qarshi harbiy operatsiyani qayta boshlashni istamoqda. Sababi Netanyahu uni juda erta yakunlangan deb hisoblaydi. Hozirda Isroil Eronga qarshi yangi hujumlar uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ruxsat berilishini kutmoqda. Shuning uchun bo'lsa kerak, Ynet portalining xabariga ko'ra, Isroil armiyasi to'liq jangovar holatga keltirilgan. Isroil mudofaa kuchlari bosh shtab boshlig'i Eyal Zamir 12 aprel kuni qurolli kuchlarni zudlik bilan to'liq shay holatga keltirishni buyurgan. Bu qaror Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi muzokaralar barbod bo'lgani sababli qabul qilingan. General Eyal Zamirning qaroriga ko'ra, Isroil armiyasi yaqin vaqt ichida Eronga qarshi harbiy harakatlarni qayta boshlashga to'liq tayyor bo'lishi kerak. Shu bilan bir vaqtda harbiy razvedka yangi nishonlar ro'yxatini shakllantirishni yakunlamoqda. Unga raketa omborlari, uchirish qurilmalari va ularga tegishli infratuzilma obyektlari kiritilgan. Havo kuchlari ham Erondagi harbiy obyektlarga qarshi yangi keng ko'lamli bombardimonlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Aytgancha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eronga tinchlik yo'lida vositachi bo'lishni taklif qilgan.
Ma'lum bo'lishicha, Vladimir Putin Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian bilan telefon orqali suhbatlashib, doimiy o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish urinishlarini muhokama qilgan. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, Putin mojaroni siyosiy diplomatik yo'l bilan hal qilishni izlashga ko'mak berishga tayyorligini, Yaqin Sharqda adolatli va uzoq muddatli tinchlik o'rnatish manfaatlari yo'lida vositachilik sa'yi harakatlarini davom ettirishini ta'kidlagan. Mas'ud Pezeshkian esa Rossiya rahbariga uni pozitsiyasi uchun minnatdorchilik bildirib, ko'rsatilgan gumanitar yordam uchun tashakkur aytgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.